biroz ovqatlanib, choy oldim. Endi duty free aylanmoqchiman. Duty freedan asosan oladigan narsam mana kosmetika. Kosmetikalarimni 98% har xil davlatlarini aeroportlaridan olingan kosmetikalar. Chunki men juda ham yaxshi ko'raman. Aynan shu har xil mamlakatlarni duty freelaridan kosmetikalar olishni. Kiyim, sumka, boshqa narsalar olmasam ham, lekin kosmetika olaman. Kosmetikam ochsam, hammasi har xil davlatlardan yig'ilgan. Hozir ham biroz aylanib ko'raman.